alaykum. Va alaykum assalom. Rajabboy hoji ota sizmisiz? Sog'misiz, salomatmisiz otajon? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, sizmisiz? Allohga shukr, rahmat. Otajon, bugungi Allohning izni ila muhtarama volidangiz hayot baxsh etgan kun muborak 65 yoshingiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Biz sizni ayni daqiqalarda ofarin tabriklar loyihasidan bezovta qilyapmiz. G'oyibona suhbatdoshingiz Mubinaxon bilan jonli muloqotda bo'lib turibsiz otajon. Tushundim. Rahmat. Otajon, bugungi shukronalik kuningiz, tavallud ayyomingiz munosabati bilan siz uchun loyihamizga ajoyib tabriknoma, dilnoma, she'riy satrlar yo'llangan. Nima deb o'ylaysiz? Qalbga yaqin, qadrli insonlaringizdan ushbu tabriknomani sizga kimlar yo'llagan bo'lishlari mumkin? Endi men nazarimda shu farzandlar yo'llagan bo'lsa kerak. Albatta otajon, javob variantlaringiz juda ham to'g'ri. Farzand ne'matlaringiz, mehribonlaringiz, qaro ko'zlaringiz nomidan qizingiz Manzuraxon opa siz uchun ajoyib tabriknoma yo'llaganlar. Tushundim. Rahmat. Otajon, tabriknomaga qo'shimcha tarzda oila a'zolaringiz, barcha yaqinlaringiz nomidan Aytgul hoji ona, umr yo'ldoshingiz, farzand ne'matlaringizdan o'g'illaringiz Asqar Ali, Akbar Ali, Akmaljon, Anvarjon akalar, mehribonlaringiz, qaro ko'zingiz qizlaringiz Zaynuraxon, Ozodaxon, Umidaxon opalar, jigar poralaringiz, mehribonlaringiz nomidan ukajonlaringiz Sayriddin aka, Hamoyiddin aka, singillaringiz Muxlisa, Mukarram, Norjon opalar nomidan hamda payg'ambarlar siylagan mehribon kuyovlar nomidan Habibullo, Azizbek aka va barcha danagidan mag'zi shirin bo'lgan farzand ne'matlaringiz, nabirajonlaringiz bugungi shukronalik kuningiz bilan sizni qutlab qolganlar otajon. Rahmat. Hammalari sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Sizlarga ham rahmat tabrik uchun. Otajon, bugungi shukronalik kuningiz munosabati bilan sizga yo'llangan ajoyib tabriknomalarni o'qib eshittirsam ruxsat bersangiz. Mayli. Assalomu alaykum qiblagahim, davlatim, uyimizning boshi, qalbimizning qo'ri ardog'ida bo'lgan mehribon otajonim. Bugungi shukrona kuningiz, Allohimga banda, Rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz muborak 65 yoshingiz bilan sizni chin qalbdan muborakbod etamiz. Hamisha oilamiz baxtiga, onajonim baxtiga, barcha yaqinlar baxtiga o'zingizni asrab avaylang. Allohim umringizni bundan-da uzun, rizqingizni bundan-da ulug', el ichra martabangizni bundan-da baland qilishligini so'rab qolaman. Otajon, qalbdagi barcha ezgu tilaklarimiz siz uchundir. Bizni deb chekkan zahmatlaringiz, kechani kunduz deb bilmay tinim bilmagan jismingiz, quvonchimizdan dunyo topgan qalbingiz hech qachon dardlik, g'amlik ko'rmasin. Bilib bilmay ko'nglingizni ranjitgan bo'lsak, bizni Alloh uchun kechiring dadajon. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hamisha qalb ardog'imizdasiz. Boshimizda tojimiz, padari buzukvorimiz. Allohim umringizni bundan-da ziyoda qilsin. Nurli yuzligim, duogo'yligim. Hamisha duogo'ylar qatorida bo'lishligingizni Allohimdan so'rab qolaman deya ajoyib tabriknomalarni farzand ne'matlaringiz yo'llab qolganlar. Izingizni boskim kelar izingizni. Oqlasam bas bergan nonu tuzingizni. Baxtli bo'lding bir shoira qizingizni. Duo qiling dadajonim, duo qiling. Qalbingizga xotirjamlik solib beray, bu dunyoda eng yaxshi qiz bo'lib beray. Inshaalloh jannatdan joy olib beray. Duo qiling dadajonim, duo qiling. Osmondagi oy misoli to'lgin deya, Makkani ham Madinani ko'rgin deya, jannatda ham yonimizda bo'lgin deya, duo qiling dadajonim, duo qiling. O'ynab olay, yayrab olay davringizda. Eng tabarruk baxtni tuydim bag'ringizda, rozilik bor bo'lsin ko'ngil shahringizda. Duo qiling dadajonim, duo qiling. Roziman deng, duolaringiz mening uchun olamga teng. Bu dunyoda eng yaqinim qadrdon deng. Duo qiling dadajonim, duo qiling deya mehribon qizingiz, qaro ko'zingiz Manzuraxon opa siz uchun ajoyib tabriknomalarni yo'llab qolganlar otajon.
Bugungi shukronalik kuningizni yaqinlar davrasida yaxshi kayfiyatda o'tkazishingizga tilakdoshmiz otajon. Rahmat, sizlarga ham sog'lik salomat tilaymiz. Rahmat qizlarimizga ham, farzandlarimizga, o'g'llarimizga ham. Hammalar ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. E'tibor uchun sizlarga rahmat. Sizlarga ham sog' bo'linglar, salomat bo'lsin, rahmat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling otajon. Sog' bo'ling, ishlarga omad, o'zingizga sog'lik. Sizga ham rahmat. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang yana, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim, kuchim. Siz bor nega qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun, issiq uyda shirin choy uchun, sizga rahmat aytaman dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga